Hammaga salom, sizlar bilan men Ibo Gamer. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile o'yinini maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bugun sizlar bilan biz PUBG Mobile'da Tedinda qani nechta ko'p kill qila olamiz, shuni ko'rib chiqamiz. Iltimos meni bot demanglar. Qani Tedin qo'yamiz. Qani qancha ko'p kill qila olar ekanman. Qani go. Men yaxshi faqat M416 da o'ynayman. Sizlar qaysi o'yin arzada yaxshi o'ynaysizlar, shuni kommentariyada yozib ketinglar. Albatta men o'qiyman. Birinchi qani nechta kill qilar ekanmiz? Men o'ylaymanki 10 ta deb o'ylayman, chunki bilmayman nimaga, chunki 10 ta deb o'ylayapman. Sizlar o'ylagan killingiz chiqdimi? Qani videoni hozir ana shu yerda to'xtatib yozinglar. Qani ketdik. Bitta kill uji bor. Bu yerda ular, bu yerda. Yaxshi, ikkinchi kill ham bor. AVMчик. Oy. Ot. Yaxshi. 3 ta kill, menimcha yaxshi. Birozgina hepimiz söyleshini kutamiz. Va o'g'a. Bot ekan o'zi bu. Yangi o'yinchi. Zırhlarını giyib olamiz. Oy. Orqadan o'tishdi. Menimcha bularning hammasi bot, chunki kiyimlaridan ham bilsa bo'ladi. Atigi bir martami yoki 2 marta o'lib ketdim xolos. Orqadan o't. Kirisa yotib olyapman. O'nta kill bo'ldi. Sizlar kim? Qani o'ntadan ko'p kill deb o'ylagan. Hepimiz sürüşünü kutamiz. Bu yerga bitta tashlab qo'yamiz. Yo'q, ular hali kelmadi. Ana endi. Opa, yaxshi. Voy, meni kilometr lekin. Mayli, komboni ham ko'paytiramiz. Komboni nimaligini bilmaganlar uchun bu mana bizni kilchatda chiqib turadi. 6 ta kombo qilganman. O'lib ketsak bu kombolar yo'qolib ketadi. Yaxshi, rekord hozircha bizda 6 ta. Qo'chamiz. Kirisa. Bizda 7 ta kombo edi. Yaxshi. Menda 16 ta kill. Qani ketdik. Davay 17. O. Yaxshi, 16 ta kill. Kim 16 ta kill deb yozgan yoki uning bilan barobar yoki undan biroz kam yoki biroz ko'p deb o'ylagan kommentariyada yozib ketamiz. Endi biz ikkinchi o'yinni ham bo'shashga harakat qilamiz. Qani go. Ikkinchi o'yinda menimcha botlar tushmasa 10 ta kill. Agar botlar tushsa kamroq qilishimiz ham mumkin. Men sizlarga akkauntimizni ham birozgina obzor qilaman.
Menda shuncha legendarniy kiyimlar, qolgani hammasi yaxshi emas. 2 ta legendarniy kaska va normal boshga taqadiganlar va ko'zga taqadiganlar. Mana kiyimlar, yuksak, oyoq kiyim, qo'lga esa hech nima yo'q. Meni akkauntim uncha botroq, chunki men ko'p o'ynamaganman va mana mening nikim yoki ID'm durga tashlash mumkin. Qani biz ikkinchi o'yinni boshlaymiz. Ikkinchi o'yindan keyin bizning videomiz tugaydi. Qani go. Bu o'yinda nechta kill qila oladi? Menimcha o'yinda, chunki bu botlar emas. Yaxshilab qaraymiz. Bizda esa yaxshi, normal polisda o'zbek tushibmiz. Go. Men yaxshi, menda 45 yoki 60 FPS. Qani kimda necha FPS bo'ldi kommentariyada yozinglar. Oy. Ular ham qattiq o'ynar ekan. Biz ham qattiq o'ynashga harakat qilamiz. Tepaga chiqib o'lmadi-yu. Mayli. Normal. Ot. Yaxshi. Qoch. Oho. Hammasi menga qarab o'tyapti. Shu paytdan foydalanib biz bu yo'lda aylanib kelamiz va o'ldiramiz. Qoch. 5 ta kombo yo'qoladi. Voy. Yo'qimiz yo'q. Voy. Yaxshi yo'q edi, shu uchun yaxshi ota olmadik. Ko'rib chiqamiz atrofni va go ketdik. Voy. Yaxshi 6 ta kill. Menimcha o'yindan ko'proq kill qilsa kerak, chunki yaxshi ketyapmiz. Yaxshi. Yaxshi, mayli. 8 ta kill hozircha. Qani kommentariyada yozinglar ID va men sizlarga durza tashlayman yoki men ID'mga durza tashlanglar, men birga sizlar bilan o'ynayman. Iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Chetroqqa aylanib. Mana. O'ldi deb o'yladim. Qochib o'ynaymiz. Voy. Yomon kelib qoldi. 9 ta kill. Yaxshi. Mana bu yerda attacking bo'lyapti. Ketdik. Orqadan ham keldi. Mayli, ketdik. O'yinda kill. Hozir bitta ham kill qila olmasak, demak meni full birlik darajam juda ham o'shgan bo'ladi. Yo'q.
Yaxşı, demek bunday emas ekan. Hozir bu yo'qdan chiqadi va Bugün 2'de 2 yıl. Ketdik. Men yaxshi o'ynayapmanmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Menimcha sizlardan yaxshi o'ynay olmasam kerak. Oy! Ne oldu? Ama sen yaratın. Her bomba portlamaydı. Vay ay ay. Aha. Davay oxirgi kelin men qilmoqchiman. Yaxshi. Nima? O 3 kel bilan men birinchi o'rinmanmi? Ha, birinchi o'rin. Yaxshi. Kim 13 ta kel yoki undan sal past yoki undan sal ko'p o'ylagan kommentariyada yozib ketinglar. Hammaga xayr. Mana meni druzyalarim ham shu yerda. Mana meni o'ynalgan vaqt 2 yil. Statistika. Mana 179. O'zlaring ko'rib olasizlar. Mayli. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar Ibo Gamer bo'ldi. Kelgusi videolarga ko'rishguncha xayr. Biz keyingi videoda FIFA Mobile o'yinini o'ynab chiqamiz.